21. Aytoldining o'g'li o'gdilmishga pand nasihat qilganligi aytiladi. Aytoldining birla o'g'li bor edi. Bu o'g'lining yeshi kichik edi. Eti o'gdilmish asli pok edi. Chiroyi ko'rkam, mijoz xulqi oliyjanob edi. U o'g'lini o'z yeniga chaqirdi. Tutib quchoqladi va ko'zidan eqindek yosh to'kdi. U dedi: "O'g'lim, mana endi o'lib ketaman. Bu o'rnim va barliq mol-mulkim sana qoldi. Ko'zimning nuri senli eding. Endi sendan ayrılıvatıman. Sen yaxshi qal." Bu Türk vaziri qandoq yaxshi aytgan ha? O'g'il qizni ko'rar ko'z nuri deb bil. O'g'il qizning g'emi tupsiz dengizdir. Qizil yuzni o'g'il qizning g'emi sarg'aytidi. Kimning o'g'il qizi va xotuni bo'lsa, u kishining qandoqmi uyqusi kelsin. O'g'il qiz tufaylidan ota zahmat chekadi. O'g'il qiz bo'lsa, otasining etini atamaydi. Aytoldi dedi: "Ey o'g'lim, quloq sol. Sözümni unutma. Manga ko'ngil qo'y. Manga qara. Men sening otang edim. Etim Aytoldi edi. Endi manga baq." Bu Aytoldining ömrü to'shdi. Ökünüş bilen nala qiladi-yu, uning foydasi yo'q. Hayat shirin, ölüm bo'lsa achchiqdir. Ölüm manga tayyorlandi. Endi qochar yo'lim qayerda? Bu dunyoga ko'nglimni berib avundim. Qara, u mendan bezib vabo qilmadi. Meni dunyo oldi-de, söýüp özüge chaqirdi-yu, ko'ngil berib edim, tezli yuz o'ridi. Dunyo jafo qildi. Bu baxt qayerdi? Senimi oldimisin? Bu so'zga ishon. Zarur ishlarimning hammasini yada qo'yib, havasga berilib, keraksiz ishlarni qildim. Hayot xuddi bo'rondek o'tib ketdi. Endi o'zimga ichinib foydasiz nola qilyapman. Para yoki mol berish bilan ishim o'ngshalmaydi. Bugun qo'limdan tutib yo'l ko'rsatgudek kishimmi yo'q. G'aflatdan uyg'ongan va o'limni to'liq tushunib bilgan kishi nima deydi? Angla. O'limni ko'rib, dononing bilimi ketdi. Aqlning aqli yo'qab, aqlidan qoldi. Bu o'limning tirnaqi nima degan yovuz? O'limning kishini yiqitmaqi nima degan ashaddiy? Yasadaq saroyni buzg'uchi o'limdir. Barliq yig'ilganlarni chashquchi o'limdir. She'r to'qig'uchi buningga taxlidan bir so'zni aytdi. Ey bilguchi, sen buni o'qigin. Dunyoda hiyla qilg'ili bo'lmaydigan nima bor? Chora qilg'ili bo'lmaydigan qandoq hiyla bor? Har qandoq narsaga birli hiyla, chora tadbir bor. Faqat o'limga hiyla yo'q. O'lim hiysizdir. O'gdilmishning Aytoldiga suoli. O'g'il otasining so'zini angladi. Otasiga yuzlanib so'z ochdi. Dedi: "Ey ata, sana bir sözüm bor. Uni aytay, sen bana cevap bergin. Bu dunyoda ko'p yashading. Bilim o'rganding, fazilat va hunar egilading. So'rading, anglading, hamma narsani o'rganding. Ko'pni ko'rib, tajribalik bo'lib yashading. Qandoq bo'lmasin, o'limga birer tadbir bormi? Ey zirak olim, agar bo'lsa, uni o'zingga ishlat. Agar boshqa bir hiyla amal bo'lmasa,
Barlıq xəzinə melingning hammasini ulashtir. Xəzinə və mal beshinga badal bo'lalasa, inson aman bol, oltin kumush yana tepiladi. Ko'zi to'q, boshqalarga osh tuz beradigan saxiylarning xili nima deydi? Angla. Melingni kishilarga ulashtir, 100 gün, 200 gün. Meling seni tugatguncha, sen melingni tugat. Kishiga esallik kerak, mal kemiyib qolmaydi. Qush uchun hayot kerak, don kemib qolmaydi. İnsanlar hayatlı bo'ladi ekan, orzu tilika bo'ladi. Jon teni amon bo'lsa, orzusi yetadi. Aytoldining o'gdilmishki javobi. Aytoldi javob berib dedi: "Ey o'g'il, so'zimni angla. Bu ishdan voz kech. O'limga oltin kumush foyda bermaydi. O'limni bilim yoki idrok to'sib qololmaydi. O'limni dunyo meyli to'sib qololisi edi. Baglar begi o'lmagan, davomliq yashagan bo'lar edi. Hakimlarga hikmatlari foyda qilmadi. Donolarga bilimlari yordam bermadi. O'limga dora va davo foyda beralisi edi. Tevibla abadiy hayot yashagan bo'lar edi. O'lim kishiga 100 xotira qilsa edi, muborak payg'ambarlar o'lmagan bo'lar edi. Tug'ilgan tiriklarni o'lidu deb hisobla. O'lim uchun tug'ilganlardan kim tirik bor qoldi? Bu dunyo bir o'tingdir ki, kagallar ketadi. Yeb to'ymas ajdarhodek yegan siri echirqaydi. O'gdilmishning oy to'ldig'i javobi. O'gdilmish angladi va dedi: "Ey ota, o'limingni yaxshi tushunib yetgan ekansan. Nima uchun hayotingni zoya qilib g'aflatda yashading? Endi nima uchun nola qilib pushaymon yeysan? Qoladigan bu mol dunyoni nima uchun to'plagan eding? Ortiq mollaringni nemishqa ulashtirmading?" İnsan o'zi g'aflatda yashagan bo'lsa, o'ziga o'kinsin, o'zini ayblasin. Ey ota, bugun o'kinib nola qilib, 1000 martam boshni yaga urishning nima foydasi bor? Aytoldining o'gdilmishga javobi. Aytoldi dedi: "Ey o'g'lim, angla. Meni ko'r, g'aflatda bo'lma, oxirat ishini tut. G'ofillik meni xarob qildi. O'kinmoqdaman. Hushyor bo'l, g'aflatda yurma ey chiroyliqim. Tug'ilganlarning hammasi o'lish uchun tug'ilgandir. Har qancha urinsimi, oxiri o'lim majburiy ep ketadi. O'lguchi kishilarning hammasi vaqtning tutqunidir. Vaqti yetganda qarig'inki oyig'ini qimir qilolmaydi." Shoir buningga taqlid qilib bir so'zni aytgan. Agar tushansa, bu mukammal so'zdir. Har narsaning bir vaqti bor, kuni belgilikdir. Nafas elib tinishning soni belgilikdir. Yil, oy, kunlarning o'tkinidek umr o'tadi. Aniqki, o'tayotgan kunlar senimi ep ketadi. Oy to'ldi, yana shundoq dedi: "Ey o'g'il, men qaysi ahvolda ketayotaman? Menga qarab o'yg'on. O'ylaydiganim faqat senla. G'am bilan ketayotaman. Bugun mendan kichik ayrilib qelyapsan. Mendan keyin qandoq ahvolda bo'lasan? Mening bundan boshqa g'am andisham yo'q." Balaga otining amgiki singan bo'lsa, o'g'lining mijoz xulqi obdan bo'lib yetishidi. Ota o'g'liga qattiq qo'l bo'lsa, o'g'li yaxshi bo'ladi. Ota onasining yuzi yo'riq bo'ladi. Agar qattiq qo'l bo'lmasa, o holda o'g'il zoyi ketadi. Undoq o'g'ildan voz kech. O'g'li bo ota olim zerak bo'lsa, o'g'lini doim qattiq tutishi kerak.
ishning chorasi mushu. Beshidan ko'p ishlarni kechirgan, yeshi yetgan o'g'illik kishi nima deydi? Angla. Kimning o'g'il qizi erki bo'lsa, u yig'laydi va qayg'u hasratlik bo'ladi. Ota balini kichigidinla bo'sh qo'yib etgan bo'lsa, o'g'ilda gunoh yo'q, ayb otada. O'g'il qizning mijoz xulqi yomon bo'lsa, bu yomonlik qilgan o'g'lini yaxshilikdan mahrum qilgan otasi bo'ladi. Ota o'g'liga qattiq qo'l bo'lib uni o'qitsa, o'g'il qizi yetilib cho'ng bo'lganda so'yinadi. Ey ota bo'g'ichi, o'g'lingni qattiq tut. Keyin kelar sendan kulmasin. O'g'il qizga fazilat, bilim o'rgatish lozimki, shu fazilat bilan xuy payli go'zal bo'lsin. O'gdilmishning oy to'ldiga javobi. O'gdilmish javob berib aytdi: Ey ota, sening qayg'ungni yeb, ko'yib yonmoqdaman. Seningdan keyin menmi yashamasam edim. Sening qayg'ularingni ko'zim ko'rmasa edi. Mehribon egam, sening o'rningda mening jinimni olsa, menga bu qayg'ularni ko'rsatmasa edi. Agar unda qilmay sana ajal yetsa, demak bu ajal azalda shundoq putilgandir. Nima uchun qayg'urasan? Nima uchun yig'laysan? Xudodan hukm keldi, yig'lashni qo'y. Agar dunyo davlat qoladiganligi uchun yig'lagan bo'lsang, yig'lama. Bundoq zorlanish bo'lmaydi. Agar bu nozi ne'matlar qog'ini uchun yig'lagan bo'lsang, qo'y, yig'lama. Sendan avval ko'p dunyo yiqqanlar faryod chekib uni qo'yib ketdi. Bu vafosiz dunyoning oxiri jafo qilishini bilatding, o'zing g'aflatda o'tding. Barcha mol dunyo bir kishiga jam bo'lsa-mu, dunyo qoladi. Uning o'zishiga ikkili bo'z ketadi. Agar hayoting uchun o'kingan bo'lsang, o'kin. Tinmay yig'la, ko'zingni yoshdan quritma. O'tgan kuning yana yenib kelmaydi. Nima bo'lsangmi, endi tuning yiqillashdi. Bu qayg'u g'amlaring men uchun bo'lgan bo'lsa, g'am qilma, balki xushal bo'l. Sen yaratilgan eding, yaratilganlar o'ladi. Yaratilgan o'ladi-yu, yaratgan qoladi. Naiti mehribon, sehi otam eding. Ammo yaratquchi seningdinmi mehribondir. Seni o yaratdi, sana baxt berdi. Menga bermasmi? Bu so'zga ishon. Qadrsizga qadr qimmat uningdan tegadi. Uning xolishi bilan kichikka ulug'liq keladi. Sapsasang, aqlliqning so'zi buningga o'xshaydi. Aqlning bu so'zi aqlsiz uchun ko'zdir. Azizlarga izzat ko'rsatkuchilar haqiqiy aziz bo'ladi. Shunga izzat va azizlik qadrlikdir. O qadrsizga qimmat, kichikka ulug'liq, yomonga yo'lanchoq, cho'ngga yuksaklikdir. Oy to'ldi, o'g'lining so'zlarini angladi-da, qo'lini ko'tarib, ko'zini ko'kka tikdi. Xudo o'g'liga aql farosat berganligi uchun Xudoga ko'p shukr madhiya aytdi. Oy to'ldining o'gdilmishga javobi. Oy to'ldi aytdi: Ey o'g'lim, endi ko'nglim xotirjam bo'ldi. Xudoning fazli bilan baxt ichida yasha. İdraklik kishi to'g'ri aytganki, bu so'zga diqqat qil. Uning ma'nosini tushan va yaxshi zehn qo'y. Xudo kimga aql, idrok, bilim bersa, u butun orzu armonlarga qo'l yetkazadi. Kimning qiliqlari yaxshi, mijoz xulqi durust bo'lsa, u butun tilaklarga yetadi, oy kuni parlaydi. Yaxshi qiliq nurg'un yaxshiliklar uchun sarmoyadir.
mijoz xulqi yaxshi bo'lsa, ming turlik shodliqlarga erishadi. Oy to'ldi, yana qo'lini ko'tarib, Xudoga ko'p hamd sano aytdi. Dedi: "Ey egam, sen hamma narsani yaratding. Sonsiz jonliqlarni rizq bilan parvish qilding. Meni yaratding va baxt ichida yuksaltirding. Men sening gunohkor, toatsiz past bandangman. Shu vaqtgacha menga ko'p yaxshilik qilding. Ko'p orzularimga yetkizding, mol dunyo va ne'mat berding. Bütün arzu ne'matlarning hammasiga erishdim. Ey yaxshi egam, men sendan xushallik topdim. Menga hukming keldi, mana ketyapman. Birli o'g'lim bor edi, uni tashlab ketyapman. Ota edim, endi bu ota o'ldi. Egam, hayot sen, uningga baxt bergaysan. Uni halovatga yaqin, balodan yiroq tut. Har ikki dunyoda uningga yo'l ko'rsat. Yomondan saqlab, yaxshiga erishtir. Yemak ichmak, kiyim-kechakka muhtoj qilmagin. Chin ko'nglidan berilib yaxshi duo qildi. Ey yaxshi duo, sen balodan qutuldur. Taqvodor kishi nima deydi? Angla. Taqvodor kishi kishilarni boshlig'idir. Xudo kimga inoyat va yordam bersa, u kishi har ikki dunyoda baxtli bo'ladi. Qaysi bandasiga Xudo yor yo'lak bo'lsa, u ikki dunyoda tilikiga erishidi. Kimga bo'lmasin Xudoning fazli nisb bo'lsa, u barliq orzusiga yetib, ne'matlarga erishidi. Aqlli kishi buningga taqlid qilib bir so'z aytgan. Kim aqlning so'ziga amal qilsa, ishi yurishidi. Tangri kimni asrasa, u asriladi. Tilikini topidi va yaxshi ne'matlarga yetishidi. Qaysi banda Xudoga ishonsa, o'ziga keladigan qayg'u baloning darvozasini taqaydi. Oy to'ldi, yana shundoq dedi. Ey o'g'il, shuni bilgin. O'limingni unutma, o'ylan va hushyor bo'l. Tiriklikka ishonma, u shamoldek o'tib ketadi. Bexud bo'lma, bu dunyodan tezlik ketasan. Men seni tamoman Xudoga topshirdim. U xolisi asraydi, halovatga erishtirdi. O'kinish ichida ho'ngrab yig'lab, "Mana bugun seningdan ayrilyapman. Mendan keyin sen nima qilishing kerakligini bilginimcha aytib beray, angla." Yigirmi ikkinchi. Aytoldining o'g'li o'gdilmishki nasihati. Ko'ngil tilingni to'g'ri tut, Xudoga sig'in. Bexud bo'lma, atki ishingga hozirlan. Bilginki, har qanday yaxshilik, yomonlik Xudoning hukmidir. Xudoga ishon, uningga ibodat qil. Nima lozim bo'lsa uningdan tila. Bilginki, sana madad bo'ladigan uningdan boshqa kuch yo'q. Uning amri qandoq bo'lsa, uni qadrla. Tangri seni bugun va ati aziz qiladi. Yurish turishda to'g'ri bo'l, xatolik sodir qilma. Diling va tilingni kichik tut, cho'ng so'zlama. Men bir muncha yashadim, endi ketyapman, o'ylan. Dunyo menga nima qildi? Buningga bir baq. Mal dunyo uchun o'zingni o'tga atma.
Boshqalarning meylini amma, zo'rliq qilma. Men to'plashni bildim-u, yeyishni bilmadim. Kunim o'kinish bilan o'tdi. Buning foydasi bo'lmadi. Melim sana qoldi. Bu menga bir yuk edi. Rohatda uni yetib ye, shodlik bilan huzurlan. Toplangan mal dunyolaringni tutishni bilsang, ikki dunyoda yuzingni yo'riq qiladi. Tutishni bilmasang, bir muncha mal bo'lsa-mu, sana yetishmaydi, oxiri yuzingni sarg'aytadi. To'g'ri bo'l, durust harakat qil. Shodlik, to'g'rilik ichida bo'ladi. To'g'ri mijozli kishi nima deydi? Angla. To'g'ri mijozli kishi har ikki dunyoga ega bo'ladi. Kishi kunlarining halovatlik o'tishini xohlasa, buning amalini to'g'rilikdan izlasin. Sen boy bo'lay desang, aniqki boylar o'z o'lishini to'g'rilikdan topgan. Buyuklikni va xalqqa bosh bo'lishni istasang, o'zing uchun to'g'rilik yo'lini och. İnsan xush muomala mijozi to'g'ri bo'lsa, ikki dunyoda kuni yoriydi. Oy to'ldi, yana aytdi. O'g'lim, angla. Yaxshilik bilan o'zingni davzaqdan saqla. Doim yaxshilik qil, yomonlikdan yiroq bo'l. Shu chaqda mayli o'ltir, mayli tur, sana yaxshilik keladi. Yomon yo'ldoshga yaqinlashma, sana zarar keltiradi. Yomonlik e'londir, diqqat qil, seni chaqadi. Ikki yuzlik kishiga gapingni aytma. So'zing yeyilib ketadi, ham siring echilib qoladi. G'ayvatxo'r kishini o'yinga yo'latma. Ko'rib bilganlarni butun elga yoyidi. Sinigan, shengan kishini mahkam tut. Uningdan sana tuman ming lazzat tegadi. Hamma so'zni angla, lekin tezli ishinib ketma. Ko'ngildagi siringni ochma. Uni chin saqla, yoshur. Kishilarga hasad qilma, ortiqcha yap ishma. Bu ikki ishni qilg'uvchilar davomli dardga qoladi. Ayollarni bo'sh qo'yma. Ishkingni yetib yur. Erga har turli kelishmaslik ayollardan keladi. Yotlarni uyga yo'latma. Ayollarni sirtqa chiqarma. Aralashishdan avval kishilarni sina. Mijoz xulqingni xo'sh tut. Mal uchun qayg'urma. Mijoz xulqing yaxshi bo'lsa, mal dunyo o'zi keladi deb bil. Endi buningga o'xshaydigan mono so'zni angla. Bu so'zga amal qilib, uni o'zingga hamroh qil. Kishiga mal dunyo kerak emas, yaxshi xuy pe'il kerak. Shundoq kishi zarur bo'lganda hamma yaxshi narsalarga erisha oladi. Mal tovar yomonning nemasiga yaraydi? U qancha mal dunyo yig'simi, kambag'al bilan birdakdir. Uyatsiz kishidan qochib yiroqdir. Uyat hayoliq kishilarga mendan minglarcha olqish bo'lsin. Har qanday ishda oldirma, sabr qil, o'zingni tut. Savrchan kishilar orzusiga yetadi. Har qanday ishda bo'lmasin, mahorat ishlat. Mahorat ishlatsang, baxt sana yuzlanadi. Tilingga hezib bo'l, ko'zingga ehtiyot qil. Gelingni pok saqla, oz va halol yegin. Xalq itoatsiz bo'lsa, uni bayqab yiroq tur. Avomning to'polongidan qochib, uningga qo'shilma. Ey qo'zam, yaxshilikdan boshqa maqsadda baglarning so'zini so'zlab yurma. Kishiga ziyonlik tilama, o'zingni ziyon sanma. Faqat yaxshilik qil. Havoyi havasdan o'zingni bos. Qandoq ishga kirishsang, oqibatiga ko'z yetkaz. Oqibati ko'rinmagan ish kishiga zahmat bo'ladi. Agar ochiqing kelsa, o'zingni tut, sabr qil. Savrlik kishining oqibati shodlik bo'g'isidir. Savr qilgan kishi nima deydi? Angla. Savr qilsa, kishi buzilgan ishni tuzatadi. Savr qilsa,
kishi tilikiga yetidi. Savr bilan kutgan ovchi oqqu tutidi. Agar mushaqqat, g'am, qayg'u kelganda kishi savr qilsa, yana qayta shodlik keladi. Gerçi davlat bezib uning eshiklari yepilsa-mu, kishi savr qilsa, yana barliq ishlari o'ngshiladi. Savr qilgan, savr qilmoq erning odatidir. Kishi savr qilsa, misoli ko'kka chiqishqimi yo'l topalaydi. O'limingni unutma, doim tayyor tur, o'ylan. O'zingni unutma, aslingga nazar sol. Ko'pga ketilsang, so'zingga mahkam bo'l. Boshqalarning o'yida ko'zingga ehtiyot qil. Kirimga qarab, melingni chiqim qil. O'zingga loyiq bo'lmagan so'zlarni so'zlamagin. Tilingdan yolg'on so'zlarni chiqarma. Yolg'on so'zi bilan o'zini qadrsiz qiladi. Qarindosh va tuqqanlarga yaqinlik qil. Cho'ng'imi, kichikkimi xushchiroy echib, so'yimlik bo'l. Kishilarga non tuzingni mo'l tut, yedirib ish kuzgin. Kishilarning aybini ko'rsang oshma, uni yoshirgin. Ibodatda g'ayratlik bo'l, Xudoga seg'in. Gunohdan yiroq tur, o'zingni o'yla. Davlatga erishsang mag'rurlanmagin. Qo'lingdan kelishcha yaxshilik qil, yomonlik qilma. Mol dunyoga go'l bo'lma. U yuz o'riydi, o'tib ketadi. Bu davlatga ishonma, u tezlik qeriydi. Tiriklikka umid bog'lama, u tushdek o'tib ketadi. Turaqsiz baxtga mag'rurlanma, qushdek uchib ketadi. Hayotingni boshqa o'tkazma. Yaxshi ishlarni qil. O'tayotgan kunlarda o'zingga kerakligingni qilib ol. May ishma, pishni pasatdan qechib uningga qaytilma. Zino qilma. Posiq, qora yuz otilib qolma. Bu ikki qiliqdan muborak baxt qochadi. U kishiga kambag'allikning yo'lini ochadi. Tajribali kishi nima deydi? Angla. Tajribali kishilar ishning yo'lini biladi. May ishma, zinoga yaqinlashma, hazar qil. Bu ikkisi yo'qsullik tonini kayg'isidu. May tufaylidan ming turli gunohga jur'at qilasan. Zinodan baxt qochadi, yuzingni tushiradi. Oy to'ldi, so'zini birdam to'xtatdi. Yana dediki, o'g'lim, unutma. Bu sana keraklik so'zlardir. Ishonsang, men hammani to'liq so'zladim. So'zimni esingda tutsang, doim xushal bo'lasan. Sana so'zlaganlarimning ismi vasiyatdir. Bu so'zlarni unutma. Ko'nglingga putgin. Yigirma 23. Oyto'ldining kun tug'di Aliga vasiyat xati yozganligi aytiladi. Zerak Oyto'ldi qog'oz qalam so'radi. Xudo nomi bilan xatini yozdi. Xudo nomi bilan so'zini boshlab dedi. Yaratgan, yetishtirgan, kechirgan egam. Tuman minglagan sonsiz jonliqlarni yaratdi. Ularga rizq berib, birsinimi osh qo'ymadi. U istagan tilikini hammaga yurgizdi-ki, uningga hech qanday orqa yo'lak hojat emas. Xolisi yaratadi, uning tiligini bo'ladi. Uning qilganlarining hammasi tiliki bilan vujudga keldi. Bu sansizligan mahluqotni u o'lim uchun yaratdi. Barcha tirik o'lgisidir, biroq uning o'lim yo'q.
Tanrım, söyümlük peygamberge mendin davamlık üzüldürmey minlerce salam yetkizgey. Uningdan başqa barliq sahabilergimi egam üzdüksiz salamimni yetkizgey. Ey baxtiyor Ali, uzun yaşa. Bu baglik saltanating bilan nurg'un allaga hukmronlik qil. İsmim Aytoldi idi. Mejaz xulqum tolun aydek idi. Bu tolunluq kemaydi. Özüm ölüp tugaydigan boldum. Ölüm xabri keldi. Meni mahkam ilkiga oldi. Qutulg'idak yerim yo'q, lazzatimni katkizdi. Meni azizlading, ko'p mehribonlik qilding. Mana men endi sening xizmatingdan ketadigan boldim. Bu yaxshilikqa javoban vasiyat xati yezib qo'ydim, ey Zaki. Bu dunyolik ishlarida sana hamroh edim. Bilsang, ishingni to'g'rilik bilan yurgizdim. Mana endi nihoyatda sodiqlik bilan maslahat so'zimni yezib qo'ydim. Bu vasiyatni o'qigin. Sodiq kishining nima deganligini angla. Sodiqlik kishilikning boshlanishi demakdir. Sodiq kishilarning gap so'zlarini esingda tut. Bu gap so'zlar sen uchun davlat saodat to'g'ri bo'ladi. Sodiq kishi kishilarning rostchilidir. Sodiq kishilarning so'zini angla, u seni yuksaltiradi. Ey Ali, mana men sana sodiq odamman. Ey jasur qahramon, mening so'zimga amal qil. Ölüm manga yuzlandi, özümmi ökündüm. Lekin bu ökünçüm ve sözlerim payda bermedi. Emdi manga qilgan ibadetlerim lazım boldi. Qilgan barliq yomonliklarim bir ökünç boldi. Yıqqan oltin kümüşler şu petiçe qaldi. Uningdan manga tekkan ölüş hesap berishli boldi. Ökünüp nala qilaman. Biroq ökünçten payda yo'q. Egam rahmetini tilashdan boshqa umid yo'q. Mana bugun noiloj ketyapman. Ata senmi shubhisiz izimdan kelasan. Ey Ali, ölüm texi seni tutmag'in ekan o'yg'ong'in. Ilmingni ishqa silib, ishingga tayyorlan. Balo keltirish, zo'rlik qilish o'rniga sen yaxshilik qilgin. Söz ve işin bilen xalqni soyundirgin. Sağlam kunlaringda yaxshilik yetkiz. Tovar meling borida uni ulashtir va yegiz. Kichigidala g'aflatdan uyg'ongan o'tkir ko'zlik, to'g'ri so'zlik kishi nima deydi? Angla. Ölüm kemmigin ekan, ölümge tayyorlik qilib qo'y. Hayat vaqtingda taat ibodat qil, Allohga sig'in. Ölüm kelib tutqanda öküngenning paydası yo'q. Qora yer ostida qancha nola qilsangmi baribir. Ey Ali, mendan keyin tirishqin, vaqtingni ibodatdan boshqa zoya qilma. Seni dunyo davlat bilan ozdirmasin. Barliq ishlaringda to'g'rilik ista. Xalqqa to'g'ri, adil qonun yurgizgin. Ondan adolat kunida, ya'ni qiyomatda kuning yaxshi bo'ladi. Bu dunyo uchun o'zingni o'tqa atma. Vujudingga o'sh bo'l, havoyi havasning bo'ynini kes. Sen dunyoning begi, uningga qul bo'lma. Dunyo seni tashlamasa, uni tul qilib tashlab ket. Ortiqcha mag'rurlanma, takabburlik qilma. Bu dunyoga ishonmagulik, uningdan yuz o'rigin. Yaxshi kishilarni o'zingga yaqin tut. Yomondan yiroq bo'l, ziyni tegidi. Oshko'z kishilarga ishingni topshirma. Vafosiz kishiga oshnon bermagin. Ibodatda g'ayratlik bo'l, gunohdan saqlan. Sana taat ibodatdan boshqasidan foyda tegmaydi. Ölümingni unutma, uningga hech qanday qoral yo'q. Ölüm xuddi pistirmisidan chiqqandek chiqib keladi. Qancha qassangmi, oxir ölüm tutqusidir. Qanchalik tirik qolsangmi, oxir ölüm yetkusidir.
Ölümge gapıllık qilma. Ko'nglingni sagak tut. Qancha uzun yaşsanmı ahir yerini töşek qilasan. Qani kim ölümden qechib qutulaladı? Qani kim ajal vaqtidan ortiqcha yashadi? Olim bu zaman va tiriklikka tahlid qilib, o'xshatish bilan nihoyat yaxshi so'zlagan. Odam bolasi karvonga o'xshaydi. Qo'nalg'uda uzun turolmas, uning manzili qani? Ota pushtidan bola to'ralsa, onaning qorni bir necha oylik tinch makon bo'ladi. Onadan tug'ilib ot qo'yilsa, musofir bo'lib zamon etini minidi. U kunduzi bir qadam, kechasi bir qadam mengib, o'limga ip boradi, mangzini so'ldiradi. Bu dunyo bir qo'nalg'u, go'ring bir qo'nalg'udir. Bu qo'nalg'udan qo'zg'alsang, u dunyo oxiri qo'nalg'u bo'ladi. U dunyoda seni ikki yo'l kutadi. Bu ikki yo'ldan qaysisi sening bo'ladi? Agar yo'ling o'ngdan kelsa, ishing o'ngshiladi. Mubodo so'ldan kelsa, nola qilib beshingga ur. Ey davlatman Ali, dunyo terilg'i yadur. Uni terisa, kishi hayot oziqi o'ridi. Yerga nima terisang, yana shu unidu. Nima bergan bo'lsang, qayta shunila olasan. Boshqa kishining narsasini amma va qon to'kma. Bu ikki gunoh uchun kishi jon chiqarda nola qiladi. Hayot tushga o'xshash izsizli o'tib ketadi. Mayli bek bo'lsin, mayli qul bo'lsin, kammasga ketadi. O'tkizgan kuning tush kabi bo'ldi. Qani u? Qolgan kunlaringda o'kinishdan boshqa narsa bo'lmaydi. Uyg'ongan va uyg'ongandan keyin o'kingan kishi nima deydi? Angla. O'yg'oq turib hayotni tushdek o'tkizding. Uning foydasi qani? Menga bir nishon ko'rsat. Havas va orzu yo'lida umringni o'tkizding. Hayoting tugadi, o'kinch hamda foydasiz. Tirikligingga ortiqcha g'ofil bo'lma, o'ylan. Tiriklik o'limga nihoyat yaqin. Ey Ali, bexil bo'lma, saxiy bo'lg'in. Saxiylik nomi o'lmaydi, mangu qoladi. Askar, qo'shin va mol dunyoga ko'p mag'rurlanma. Bu qo'shin oltin kumushlar foyda yetkazolmaydi. Boshqalar uchun o'zingni qurbon qilma. O'zingni oyo zo'mi-zo ko'yma. Seningdan burunqi dunyo baglari dunyoni tashlab ketdi. Qara, ko'rdi yotadi. Bu o'lim sana tayyorlandi. Ey yo'ruq kunim, o'lim vaqti seni kutmoqda. Dunyoning aybini bilib, aql idrak bobidan so'zliguvchi sana nima deydi? Angla. Bu dunyo meli go'yo tuzluq suvga o'xshashdir. Qancha ichsimi kishi qonmaydi, tilimi nam bo'lmaydi. Ey qahramon, sapsal bu dunyo ko'langudek narsa. Qo'lisang qochidi, qaçsang yepishidi. Bilsang bu dunyo ishlari bir esitqu. Tutay deb qolsinsa, kishi uni yo'qitib qo'yadi. Ey Ali, tirishqin, o'zing yaxshi bo'l. Xalqning begi yaxshi bo'lsa, xalqmi yaxshi bo'ladi. Xalq qo'yga o'xshaydi. Bag uning qo'ychisi. Qo'y boqquchi qo'yga mehribon bo'lishi kerak. Ko'p osh bo'ra ishga yig'ildi. Ey Ali, qo'ylarni obdan ko'zat qilib yur. Ish qilishda g'azablanma, ochiqini yig'. Baglar g'azablansa, baglikini buzadi. Kishiga tilingdan qo'pol so'zlarni chiqarma. Qo'pol so'z yilinchab ko'ygan o'tga o'xshaydi. Yavaş muloyim bo'l, egri besiq, xushbe'il bo'l. Barliq yaxshiliklarga qo'l yetkaz. Oldingda bir uzun yo'l safar turibdi. Aql idrokli kishi bu yo'lga mo'l oziq tayyorlaydi. Ey baxtiyor Ali, saroy qasr qurma. Sana qari yer ostidan uy tayyorlandi. Egiz kang yasadoq sariying qoladi. Qarangu yer tegidagi uyda nola qilib yotsan. Nima uchun bu oltin kumushdan xazina to'playsan? Sana tegadigan o'lishing ikki parcha so'z.
Bununla takliden şair bir söz etti ki, şairning bu sözü sözning yo'lini ochidi. G'ofil inson ko'p narsa toplaydi. Hech nisb bo'lamdi yo'q, buni hech o'ylamaydi. Kishi beyisa, orzusiga to'liq erishsa, hayotini oxirlashtiradi, jini uchib ketadi. Ey bag, rohat farog'atga ovunma, mag'rurlanma. Ovunchung mag'rurliqing g'aflat uyqusiga paturadi. Dunyo uchun hayotingni zoyi qilma. Dunyo o'tib ketadi, mushaqqat chekishga majbur bo'lasan. Yipak durdunga o'ralgan sening esil vujuding ey dona, qari yerni to'shak qilg'usidir. Kenizak va mahbublar bilan ovungan vujuding qari yer tegiga yoshirinib, so'zilib yotqusidir. Tavranmas yugurik yo'rg'a otdan tushib, munglinib egarsiz yog'och otga minisan. Bularni o'ylab, o'limga tayyorlan. Keyin qari yer qetida o'kingichi bo'lma. Hamma ishqa Xudodan yordam tila. Bilginki, Xudo sana cheksiz kuch-quvvat bergusi. Yaxshilikmi, yomonlikmi, beshingga nima kelsa rozi bo'l. Qazoga tan bergin, to'g'ri so'zla. Har ikki dunyo baglikini talab qilsang, yaxshisi bu 5 ishga yiqinlashma. Haromga aralashma va zo'ravonlik qilma. Kishi qinini to'kma, dushmanlik qilma va qisos olma. May ishma, pisqi pasatdan qechib yiroq tur. Bu bir qancha narsa davomliq baglikni buzib kelyotadi. Sen davomliq mangu bag bo'lishni xohlasang, qonun turg'iz, xalq ustidan zulmni ko'tar. Ey Ali, bugun sen xalqqa boshchisan. Xalqni asra, aqling bilan o'yg'oq tur. Ali bo'yniga ig'ir yuk yuklangan. Ey xushbeil, bexud bo'lma, ehtiyot qil. Vujudining orzusiga berilgan havoyi havasga asir bo'ladi. Sen asir bo'lma. Bo'g'an bo'lsang o'zingni qutuldir. Kechirgan hayoting bo'rondek o'tib ketdi. Qolgan tirikliking qanchalik saltanat beralaydi. Endi bu qolgan kunlaringni behuda o'tkazma. O'zingni gunoh va qusurlardan erig'da. Bilgin, bu dunyo vafo qilmaydi. Bu o'tkinchi dunyoda o'z ozuqingni ol. Taqvodor kishining nima deganligini angla. Taqvodor kishi jahonning sarxilidir. Bu dunyo qo'nalg'u. Sen karvon hisoblanasan. Karvonning qo'nalg'uda turadigan vaqti qanchalik bo'ladi? Bu dunyo mol-mulk yig'adigan bir saroy. Bu yerda nimaga erishgan bo'lsang, u yoqqa ep ket. O'zing bu yerdan ko'chsan. Ko'chingni avval avat. Kerakligini olg'in, keraksizini tashla. Mana men ketayotaman. Meni ko'rib o'yg'on. Tirishqin, o'zing uchun yaxshi nom qoldir. O'limga yuzlangan, o'lar vaqtida nasihat qilib ketgan kishining nima deganligini angla. O'ladigan kishi tirikka pand nasihat qiladi. Sen uni anglab, ko'nglingda saqla. Deydi-ki, tirik ekansan, bexudlik qilma, o'yg'on. Men g'ofillik qilib, yillar bo'yi o'kinib yotmoqdaman. Ey Ali, bu baglikning uzun bo'lishini istasang, qilalasang bir qancha ishni qil, bir qancha ishni qo'y. Adil ish qil, buningga tirish, zulm zo'rlik qilma. Xudoga seg'in, uning ishkini quchoqla. Ikkinchi, bexud bo'lma, ehtiyotchan, hushyor tur. Sana tasodifan bir falokat tegmasin. Bu ikki vaqtda har qanday ishni qilma. Havas va g'azabing kelganda sabr qilib, tishingni tishla. Bu bir qancha narsadan saqlansang, al omon saqlanadi. Bayliking uzun turadi. Bu sana saltanat beradi. Barliq yaxshi kishilarni qadrla, yuksaldir. Yomonlarni yeningda tutma, elingdan qo'g'la. Yomon nizam yurgizma, yaxshi qonun yurgiz.
Kuning yaxshi bo'ladi, baxt kamiri yor bo'ladi. Ey dana, mashhur kishining nima deganligini angla va bu so'zdan o'z o'lishingni ol. Ey qonun tuzguchi, yaxshi qonun tuz. Yomon qonun tuzguchi o'ri yursimi o'lganga hisob. Ey elning beshi dana, yomon nizom tuzma. U yomon bo'ladi ekan, jahonni egilayamaydi. Birasi o'z zamonasida yomon qonun tuzsa, o'zidan keyin yomon nom qoldiradi. Kim bo'lmasin yaxshi bir qonun tuzib qo'ysa, uning bilan o'z nomini tiklaydi. Ey Ali, diqqat qil, o'zingni yengildirma. Aslingni unutma, aslab tur, o'ylan. Ey qo'li uzun zot, yomonlar qiliqini o'zlashtirma. Yomon qiliq ikki dunyoda nola qildiradi. Qo'ling uzun bo'ldi, xalqqa yaqin bo'lding. Diqqat qil, bu umr afsus bilan o'tib ketmasin. Dunyo o'tib ketadi, o'tdi deb hisobla. O'lim keladigan narsaki, menga qarshi keldi deb o'yla. Meni ko'ginki, meningdan pand nasihat ol. Bugun tirik ekansan, ati o'kinib yurma. Kishi o'lsa, uningdan vasiyat qoladi. Ey bilguchi, mana bu mening sana vasiyatim. Ey Ali, men uchun sen so'yimlik eding. Sana foydaliq bir vasiyat miras qoldirdim. İnsan uchun foydaliq miras so'zdir. Miras so'zga amal qilishning yuzlarcha foydasi bo'ladi. Endi bu chin so'zlarni yezib qoldirdim. Bu so'zlarni unutma, menimi unutma. Sen qancha uzun yashab tirik tursangmi, sapsasang oxir keladigini o'lim bo'ladi. Shubhisizki, bir kuni oxir o'lim keladi. Yaşavatgan canlıqlarning jinini oladi. Chaqirg'uchi, ya'ni Azroilning kelishiga hozirlanish kerak. Uzun yo'l yurishga tayyorlik qilish lozim. Bilginki, o'limdan qutulishga yor yo'lak bo'ladigan narsa yo'q. O'limga tayyorlan, kerakligini ol. Aql yetgan va o'limning kelishini avval bilgan nima deydi, angla. O'lim payti sana navbat bilan keladi. O'zingni o'limga chindan hozirlab yur. Kumush kamar bog'lig'anlar mana men deydi-yu, o'lim tutganda uning kamirimi uziladi. Ey Ali, mana men sening haqqingni o'tidim. Mehribonligingga javoban burchimni ado qildim. Xudo sana ko'p yaxshiliklar qilish uchun tavfiq bersin. Bu yaxshiliklar maishatlaringda seni baxtli qilsin. Aman esen hayot kechir, ko'p yillar yasha. Xushallik, halovat bilan ko'p Allohga hukmronlik qil. Mening bu so'zim sana sodiqligimdir. Ey go'zal yuzlikim, aman esen qol. Ey davlatman Ali, mana men ketib boraman. Bag'rimning o'ti o'g'lim qilyotdi. Buni men Xudoga yolvorib topshirdim. Xolisi ko'yayotgan o't ichida saqlag'ay. Sana hojitim shuki, o'g'limga qarab tur. Uni tashlab etma. Bo'lmasa yaramaslar qatorida bo'lib qoladi. Tangri barliq narsalarga sabab yaratadi. Hamma yaxshi va yomonlik shuningga bog'lanadi. O'g'il qizning buzilishi yoki tuzilishining sababi ota va onadir. Mana men uning otasi, bugun o'lyapman. O'g'lim kichik, o'g'siz yetim qoldi. Agar xizmatchining senda haqqi bo'lsa, sabab bo'lib o'g'limni yaxshi yo'lga da'vat qil. Nazringdan yiroqlashtirma, fazilat va bilim o'rgat. Bilim va fazilat bilan aldi inobatga erishsin. Mijoz xulqi yaxshi bo'lib, odati tuzalsin. Xizmatga yaramliq bo'lsin, yaxshi mijoz o'zlashtirsin. Beka bosh qo'yib etma. Yig'ib mahkam tut. O'g'lonni ching tutsa baxtga erishadi. Sinab ko'rgan, o'qib va bilib so'zlaydigan yashangan mo'ysipit nima deydi? Angla. O'g'il kichik ekan, uningga bilim o'rgat. Kichikligida bilim bilsa, qo'li ustun bo'ladi. Oyima, o'g'il qizga qamchi tekkuz. Qamcha o'g'il qizga bilim o'rgatadi.
Oğul kız kichikligida nemini bilsa, qerib o'lgicha uni unutmaydi. Oy to'ldi, xatni tugatdi. Turib bog'ladi. Elib qo'l uzitib o'g'liga berdi. Aytdiki, o'g'lim, bu xatni ol, yuttirma. Alikka yetkizgin, bu mening vasiyatim. Xatimni o'qisin, so'zimni esida tutsin. O'limga hozirlansin, ishini o'ngishsin. U ulug' kichik tindi. Keyin o'g'liga qarab aytdi. Sen deganlarimni tushan, to'g'riliqqa yiqillash. Yana o'g'lini bag'riga besib quchoqladi. So'yib turib, yosh to'kib yig'ladi. Oy to'ldi aytdi. Ey o'g'lim, endi mana meni ko'rding. Nima holda ketayotaman, buni unutma. Shubhisiz sana bundoq payt kelgusidir. G'ofil bo'lma. Oxir senmi o'lasan. Men sana kerakli so'zlarni aytdim. So'zimni unutma, menga duo qil. Agar alik vaqt yetib seni xolisa, mijoz xulqingni tuzab xizmat qil, uni kamsitma. Bekochi bo'lma, o'zingcha behuda yugurma. Söz ve hareketingde to'g'ri ve muloyim bo'l. Kechsi kashiyot ve yana atigan tur. Kash yetib atigan qo'pish baxtni oshiradi. Tangrining buyruqini bakmi qadrla. Alikka xizmat qil, buning bilan qalbingni issit. Yomonga yiqillashma, qechib yiroq tur. Doim yaxshilik qil, mijoz ve yo'lingni tuza. Bayqab so'zla, aman yashig'in. O'zingni ko'zitib, sog'lom qerig'in. Oy to'ldi, so'zini to'xtatdi. O'g'lini quchoqlab yig'ladi. Yana nola qilib pushaymon yedi. Aytdi: "Ey ishonchsiz bevafo dunyo. Endi nemishqa menga jafo qilding? Ko'p ne'matlar bilan yetishtirgan vujudim ve ko'rkam yuzim qori yerga kiradi. Onadan qandoq tug'ilgan bo'lsam, bugun yana shundoq yalang'och, mungluq ketayotaman. O'limga yuzlangan ve o'limga o'kinib nola qilgan quvvatlik erning nima deganligini angla. Qerindan chiqqan vujud qeringa kirasan. Shekar bilan yetishtirgan vujudni yilonga berasan. Ist yigitlik, ist tiriklik. O'kinch bilan yig'lab go'rga kirasan. Oy to'ldi, aqlini to'plab yig'lashni qo'ydi. Mal dunyosini boshqalarga meros qilib tarqatdi. U barliq tuqqanlari bilan xayrlashdi. Jeni yeşil ko'kka yo'l erishni tiladi. Ko'zini ko'kka tikib, qo'lini ko'tirdi. Shahodat bilan tili harakatdan to'xtadi. Yo'riq jeni ayrildi. Kuni qorong'ulashdi. Xudo nomi bilan tiniqi kesildi. Sop pokiz jeni egizlikdan o'rin istedi. Jeni uchib ketdi. Quruq vujudi qoldi. Jon yaralmagan ve mavjud bo'lmagandek yo'qolib ketdi. Jahonda belgi nishon bo'lib nomili qoldi. Endi ko'ngli to'g'ri kishining g'aflat uyqusidan uyg'ongan kuni nima deganligini angla. Bezaklik o'ying vujudingning o'yidir. Suratdek tening bo'lsa, jeningning o'yidir. Jon uchib ketsa, vujud bo'sh qoladi. Jonning qayaga ketadiganligini Xudola biladi. Ey qutluk, uning o'rni egiz bo'lsa, bu baxtdir. Tövenge tushsa, jut falokat bo'ladi. Shaksizki, bu ikkidan biri nisb bo'ladi. Jon uzun, mangu, o'limsiz yashaydi. Sapsasang inson nima degan ojiz ha? Yoshsimi nomi yo'qoladi va so'zi kesiladi. Qayerdan keladi-yu, qayerga boradi?
qayerda turdi-yu, qayerda yurdi? Buni bilimlik bilamdi. Nimimi deyalaydi? Aqlliq uqamdi. Dano nimi deyalaydi? Biladigan Xudodir ki, u bu ishni biladi. Uqqichi Tangri bu ishni uqqidi. Ba'zan birdan yoshirinib, belgisiz yuradi. Ba'zan ko'z o'ngingdan nom nishonsiz yo'qoladi. Bu inson o'zi nihoyat qisqa umr kechirsa-mu, qayg'usi uzun, til so'zi yuksakdir. Sapsasang inson bundaq ariksiz turib, nima uchun buncha yaramas holda qodiydi? 2 kunlik o'tkinchi dunyoga erishibla, nimishqi qiyoda ko'ksini keridi. O'yg'ongan va o'limini tushunib, to'g'ri yo'lga kirgan kishining nima deganligini angla. Ey yaramas o'lim, nima degan tangdoshsiz o'lim. Sana qarshi minglagan qoral tayyorlasimi foydasi yo'q. Hammaga tegisan, birimi qutulmaydi. Yaxshi yomon narsalarga salli to'r to'zaq bo'lasan. Olimlar baxtiyor holda yashashi kerak edi. Bilimsiz johillar tamom o'lmiki lozim edi. Yaxshimi, yomonmi qolmaydi. Hammasi o'xshashli o'ladi. Ulug'mi, kichikmi qari yer bo'ladi. O'limga kichik yo'q. Tirik yashag'uvchilar qanchalik uzun hayot kechirsa-mu, o'lim kagisidir. Bilim va farosat bilan ishni bejarib, xalqni boshlaydigan nima degan yaxshi aytgan. O'lim bo'lmasa qandoq yaxshi ish bo'lar edi. Kishi o'lmasa qanchalik chiroyli ish bo'lar edi. Bu o'lim meni rohatga yetkazdi-ki, o'lim mening ulum va asosimni buzdi. O'limga tanqanmag'uluq, tug'ilgan o'lidi. Tug'ilgan o'lidi ham qari yer bo'ladi. Kishiga isit demayman. Kishilikka isit deyman. Mardga isit demayman. To'g'rilikka isit deyman. Bu qeyri dunyoning xuypayli odati shudir. Xohlasang uningga amal qil, xohlasang beqilma. Yigirmi 4. Kun tug'di Alining o'gdilmishni chaqirtqanligi aytiladi. Ali oy to'ldining motamini o'tkazdi. O'g'lini chaqirtib, uningga pand nasihat qildi. Aytdi: "Ey o'g'il, ortiq g'am qilma. G'am qayg'u kessa, oxirida shod xo'ramlik keladi. Bu qayg'u yolg'iz sangali kelmadi. Manga cheksiz qayg'u hasrat keldi. Ruhingni tushirma, o'zingni ovut, manga yaqin bo'l va xizmatimni qil. Otang o'lgan bo'lsa, men sana ota. Men otadarchilik qilay, manga o'g'il bo'l." O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish yer updi va aytdi: "Ali, el boshqurib uzun yil yashag'in. Men yetishtirgan quling va sening xizmatkoring. Ali uchun mening jenim pido bo'lsin. Otamning jenimi Ali uchun pido bo'ldi. Tangri bu qulnimi sana pido qilsin." O'g'il otasining xetini chiqardi. Adab va hurmat bilan Aliga taqdim qildi. Ali xatni oldi va ichib o'qidi. So'zlarini tushundi va "Ey ist zirak" dedi. Aytdiki: "Ey mehribon, kishilarning oldi, ishkimni quruq, o'rimni bo'sh qo'yding. Tirikligingda xizmat qilib haqqimni ado qilding. O'lardimi tashvish qilib g'amimni yeding.
Men senin haqqingni ado qilolmadim. Senin haqlaringni Xudo ado qilg'ay. Men sendan bugun qanchalik so'yingan bo'lsam, sanamo Xudo minglarcha so'yinch va baxt ato qilsin. Ali ko'zidan yosh to'kib so'zini to'xtatdi. O'g'il u yerdan qayg'u alam quchib yenib chiqdi. Ruhi tushgan holda kelib uyiga kirdi. Ishkini taqab hasrat nadomat bilan bir qancha kunni o'tkazdi. Oy to'ldining o'g'li sadiqi ihson qildi. Kambag'allarga kumush va tovar durdun ulashtirdi. Otasining qayg'usini shundoq kechirdi. Yaxshi odamlarni o'ziga yaqin tutdi. Otasining pandini tutdi, to'g'ri yo'lda yurdi. Baxti kundan kunga ziyoda bo'lib, kuni parladi. Aqlliq beshidan ish o'tgan al ishini biladigan kishi nima deydi? Angla. Ota pandini sen bakmi ching tut. Kuning qutluk bo'lg'ay va kunlaring halovatlik o'tkay. Ota onangni xush qilib, ularga xizmat qil. Bu xizmating badaliga tuman ming foyda kelgay. Aligmu shundan beri g'ayratga keldi. Kundan kunga to'g'ri qonunlarni tuzib bordi. Xalq beyidi ham al ishi yurishdi. Aliga xalqi duo qildi. Ali bir kuni yolg'iz o'zi o'ltiratdi. Qo'lidagi kitobni qo'ydi va ko'zini uzoqqa tikdi. Aqli chegildi, ko'ngli hech nimani tushunmadi. So'ramoqchi bo'ldi, lekin hech kim tepilmadi. Qara, oy to'ldining fazilatlarini asladi. Darixa, u erlarning eri edi, dedi. U ishkimning ko'rki, menga yaxshi hamroh edi. U bijirgan ish xalqqa foydali edi. Hamrohim yo'qoldi, o'rni bo'sh qoldi. Bu bo'shliqni to'ldira oladigan biror kishi bormi? Yana o'ylanib, o'gdilmishni esiga oldi va dediki, men bir yaxshi ishni unutibdiman. U oy to'ldi o'lar vaqtida o'g'lini menga topshirgan edi. Men uni nemishqa unutdimkin tang? Otasi o'lgan bo'lsa, o'g'li hayot bor. Birini yo'qotdim. Endi birini tutay. Darhol odam avatdi. O'gdilmishni oldiga chaqirtdi-da, ishni hal qildi. Yigirma beshinchi. O'gdilmishning kun tug'di Alik huzuriga kirganligi aytiladi. O'gdilmish kirib keldi. Yuzma-yuz turib xushal holda Alikka ko'rindi. Alikning o'gdilmishga savoli. Alik ko'rib darhol uni chaqirdi. Zamon seni nima qildi deb so'radi. Kechirmish kunlaring qandoq o'tyotdi? To'g'ri yurvatansan yoki agri yo'ldimi? Atangdan keyin zamon sana nimalarni qildi? Xushallik baxsh qildimi yoki g'am qayg'umi? O'gdilmishning Alikka javobi. O'gdilmish o'tinib dedi. Davlatlik Alik, uzun yasha, noming yeyilsin. Alikdan yiroqlashib, xizmatidan sirtda qoldim. Zaman mendan yüz örüp qo'shimisini turdi. Uzun bo'ldi Alik yuzini ko'midim. G'am qayg'u bilan yurib kulmidim. Bugun Alik meni aslab oldiga chaqirdi. Menga umid va davlat kameri bog'landi. Men Alikning yorliqini angladim. Kunim yaxshi bo'ldi, ko'zim nurlandi. Alik har turlik bilimlarni so'radi. O'gdilmish javob berib so'z ochdi.
İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. 26. Ögdülmüşning kuntug'da Ali xizmatiga kirganligi aytiladi. Ali aytdi: "Ey o'g'il, bundan keyin menga xizmat qilib tur. Ko'nglingni yerim qilma. Atangning ko'rsatgan ko'p xizmatlari bor edi. Haqqini o'tayammidim. U ketdi. Mening qarzim qoldi. Bu haqlarni sana o'tishim kerak. Bo'lmasa kishilar so'z cho'chaq qiladi. Bilib, sözge aql yetkizib so'zligichi 3 ordu begi nima deydi? Angla. Birasi sana ma'lum emgak singdirsa, emgikini unutma. O'likdek bo'lib javobsiz qoldirma. Kishilikni tashlama, ey esil kishi. Kishiga doim kishilik qilib tur. Sana kimning biroz emgiki singan bo'lsa, keyin sen uningga ko'proq javob qaytir. Kishining emgikini bilmagan kishi ba'ayni kalaga o'xshaydi, ey elning beshi. Kala atılıb qanma, yur, kishilik qil. Odamga kishilik qilish bilan odam bo'g'in. Kishilik qilganligi uchun odamga kishi degan nom berilgan. Kishilar kishilik bilan nomini yuksaldirgan. Ögdülmüşning Alikka javobi. Ögdülmüş yer üpti va dedi: "Ey Ali, Ali nazar e'tiborini bersa, menga yaxshilik bo'ladi. Men xizmatkor quling, sen ulug' begim. Ulug' beglar xizmatkor qulini qadrlaydi. Xolisan qadrla, xolisan xor qil. Men sana o'zimni beg'ishladim." Ögdülmüş asta turib ishga keldi va sirtqa chiqdi. Xeyli yurib uyga yetib bordi. Shuningdan beri Ögdülmüş belini bog'ladi. Bo'sog'idan ayrilmay dodil xizmat qildi. Sahardan oqshomgacha xizmat qildi, tavranmadi. Kechisi ko'za tuturib, shu yerda osh yedi. Xizmat Alining ko'ngliga yoqqan ekan, uningga davlat qo'l berdi. Baxt eshigi ochildi. Xizmat qilg'uchi va xizmati bilan davlat etig'i minguchi nima deydi? Angla. Ey baglarning shodligini tiliguchi kishi. Hamma ishni baglarning xohishi bo'yicha qil. Begi ma'qul ko'rmagan ishni qilgan qul, agar falokatga uchrasa, o'ziga top qilsin. Agar u baglarning xohishsiz xizmat qilsa, xizmat qilgan butun hayoti zoyi bo'ladi. Ali Ögdülmüşni o'ziga yaqin tutdi. Barliq ishlarni qoidasi bilan aytib berdi. Ali yana bir kuni o'ltirib qayg'urdi. Dediki: "Va darixa, yaramliq arni yuttirdim. Ishga bir top kishilar to'plandi. Ishimga yarog'idek birar xil kishi qani. Barcha ishim buzildi. Ish bilguchi yo'q. İşimni qilg'uchi birar mehribon qani. Tajribalik va yaxshi yomonni sinab bilgan kishi nima deydi? Angla. Kishi istasa barcha orzusiga erishadi. Xolig'inidek yaxshilikning boshlamchisi bo'lg'uchi kishini topolmaydi. Bo'y qaddini ko'tarib yurgan xizmatkorlar to'pi ko'p. Bilginki, ular ichida inson deb ishongudek kishi yo'q. Ehtiyojli kishilarning yaramligi, ishqi yarab foyda yetkazib yurguchilardir. She'r yozg'uchi va ma'nilik so'zni tizib qoldirg'uchi nima deydi? Angla. Atrofimda yurganlarni kuzatamanki, yaramligi yo'q. Yaramliqqa erishsang, yeningda davomliq turmaydi. Xizmatkorlar to'pida yurgan odam nurg'un. Bularning ichidan izlasang, asqatadig'ini yo'q. Ali yana aytdi: "Masalda kaginidek, urug'liq kishi o'lsa, urug'i qoladi. Yerga nima terisang, qayta shu narsa unidi. O'g'il tug'ilsa, uning mijozi otiga tortidi. Bu Aytoldining o'g'limi otasining pushti. Oti o'lsa, o'rni o'g'ilning bo'ladi. Otasi ketdi, o'rni quruq va bo'sh qoldi.
Bu boşluqni to'ldirishga o'g'lini bak bop ko'rdim. Men uni tarbiyalay, u odam bo'lsin. Odam bo'lganning davomliq foydasi tegadi. Uni yaramliq bo'ladi deb mo'lcharlayman. Kichikligidan boshqa uning qusuri yo'q. Xalqning ulug'i, kishilarning qutluqi bo'lgan elining tongdor odami nihoyat yaxshi aytgan. Baglar qo'l selib kimni tarbiyalasa, u bakka yaqinlashadi, bagdan keyin boshliq bo'ladi. Baglar kimni o'ziga yaqin tutsa, uning tiliki ehtiyoji yaqinlashadi deb qara. Baglar biriga kulib boqadi ekan, boshqa kishilarmi uningga yuzlanib atrofiga to'planadi. Ali aytdi: "Endi menga boshqa chora yo'q. Buni tarbiyalasam, u yaramliq odam bo'ladi. Otasining haqqini o'tigichi bo'lay. Mehribonlik bilan uningga kishilik qilay." Bu Aytoldining ko'rsatgan xizmati ko'p edi. Uningga javoban mardlik va odamgarchilik qilay. Odamgarchilik deganim yaxshilik deganlik bo'ladi. Bu yaxshilik yemek içmek, kiyim kechak berganlik bo'ladi. Kishining esili yaxshilikni unutmaydi. Yaxshi urug'liq odam oli ko'ngil bo'lmaydi. Qeyrila so'zini angla, nima deydi? Qeyrila so'zini esingda tut, unutma qo'zam. Ey yaxshi kishi, yaxshilik qilib tur. Yaxshilik qeyrimaydi, uning ömrü mangulik. Yaxshilik qeyrimaydi, ham upurmaydi. Yeshi bakmi uzun, nomi buzilmasdir. Qara, Ali o'gdilmishni qatirladi. Uningga o'zining yaxshi yomon ishlarini aytdi. Ali uningga g'amxo'rlik qilib yuqori ko'tirdi. Baxti o'ngdan kelib, qonun qoidalar bilan tanishdi. Qonun nizam ishki ishlarni tuzatdi. Bu xizmati yuzasidan tilagan eshiklar ochildi. Qusuri fazilat bo'ldi, so'zi so'z bo'ldi. Ali uyg'onishi bilanla u ko'z o'ngida bo'ladi. Ali aytdi: "Orzu qilgan ishim mohiyat va qiyofat jihatdan yo'lga qo'yilib boradi. Buning belgilik asosi bor edi. Shuni uni tarbiyaladim, g'amxo'rlik qildim. Mana endi men orzu qilgandek bir odam bo'ldi. Yeshi yetilsa, yanama kamal topadi. Mard, jasur bo'lib yetishadigan o'g'lonning kichik vaqtidala belgi nishoni bo'ladi. Buningga taqlid qilingan bu beytni angla. Cho'nqur tushansang, ma'nosi teximi ichiladi. Bo'ladigan hamma narsaning o'ziga yarasha belgisi bo'ladi. Bu belge kichikidan cho'ngaygacha bir o'lcham bo'lib qoladi. Meva chevining bo'lishini chechkidan ko'rish lozim. Hamma narsa buningga o'xshash deb bilish lozim. O'gdilmish Aligning oldida xizmat qildi. Tong sahardimi, kechki vaqtlardimi xizmatdan bosh tortmadi. O'zini bo'mmug'ur, yaramsiz harakatlardan xalos qildi. Har qanday ishga tamoman yaramliq bo'ldi. Aligning mushaqqatlari ketib qutuldi. Xalqning yuki yengillab foydasi ko'paydi. Aligning o'gdilmishga suoli. Bir kuni Alig o'gdilmishni chaqirdi. Uqqan bilganlarini uningga so'zladi. Alig dedi: "Ey o'g'il, endi angla. Sana sözümni aytay, manga ko'ngil qo'y. Aytib ba, kishiga foydali narsalar nimalar? Uning foydasi nima? Manga bir-birlab bayon qil." O'gdilmishning Aligga javobi. O'gdilmish javob berib aytdi: "Ey bag, ey bilimning o'rdisi, kishilarning yaxshisi. Ikki jahonda kishiga foydali narsa yaxshi ish harakatdir, ey xushbeil kishi. İkinci uyat, üçüncü to'g'rilik. Üç narsa bilan kishi qutlug kunga erishadi. Ish harakati yaxshi bo'lsa, uni barliq xalq so'yidi. Mijozi to'g'ri bo'lsa, to'rga chiqadi. Haya uyat barliq yaramasliklarni teguchidir. Uyatsizlik kishi uchun tangdoshsiz bir kasal. Yana biri muloyim, to'g'ri mijozlik bo'lish. Bundaq kishining har ikki dunyoda kuni saodatlik bo'ladi. To'g'rilik, hayo
va yaxshi ish harakat, bu uchi kimni birlashsa, u shodlikqa erishadi. Alining o'gdilmishki suoli. Ali yana aytdiki, bu so'zni angladim. Kishi uchun yomon va foydasiz ishlar qaysi? O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib aytdi. Ali donolik bilan bu so'zning ma'nosiga yetsin. Kishi uchun foydasiz, ziyon keltirguchi munu 3 narsadir, ey qudratli hokim. Biri johillik, yomon mijoz bo'lsa, yana biri yolg'ondan so'z to'qish. Yana biri kishini paslashtirguchi bexillikdir. Bu uchining hammasi nodonlarga xos. Kimning mijozi eski johil bo'lsa, har qachon uning ishi ta'tir bo'ladi. Kimki yolg'onchilik bilan nom chiqarsa, bilginki xalq ichida uning obro'yi ketadi. Bexillikdan pas yana nima bo'lsin? Bexil dunyo to'playdi, yemaydi, keyin dunyosi qoladi. Bilim bexillik haqida nima deydi? Angla. Ey bechora. Ey hasadxo'r, ey qo'li yumuq. Oltin yig'ishni bilding-u, yeyishni bilmading. Bu oltinlarni yig'ib, nimishqi bir kishiga bermiding? Ey dunyoni yig'ib, yeyammigichi inson. Yeguchilar tayyorlandi, endi osh tomoq tayyorla. U 3 narsa kimda bo'lsa baxt keladi. Bu 3 narsa kimda bo'lsa nomi yo'qoladi. Alining o'gdilmishki suoli. Ali yana aytdiki, buni angladim. Yana bir suolim bor, unimi aytib ber. Odam onadan bilimlik tug'ilamdi yoki yosh yetganda o'rganamdi? O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berdi. Ey davlatman Ali, fazilatning nomi bilim va farosatdir. Odam bilimsiz holda tug'iladi, yashash jarayonida o'rganadi. Bilim bilgandan keyin barliq ishda utuq qozonadi. Onadan tug'ilgan bilimsiz tug'iladi. Bilim o'rganib ondan to'rga chiqadi. Aql idrokni insonlar o'rganmagan, uni Xudo asli tabiatiga qo'shib yaratadi. Aql idrokdan boshqa barliq fazilatlarni inson o'rganadi. Ondan bilimi yetiladi. Ali bu so'zni anglab so'yindi. Dediki, men endi o'z tilikimga erishdim. Otasini yo'qotdim, ammo bu o'g'il to'g'ri yo'lda yurib, otasining o'rnini bosdi. Endi Xudoga ko'plab shukr qilgulik, xalqqa yaxshilik yetkazib, qonun yurgizgulik. Bu o'gdilmishni menga sodiq hisoblayman. U hamma ishni to'g'rilik bilan ishladi. Uningmi bugun yaxshi javob qaytarish lozim. U yaxshiliklarning javobiga hozir erishsin. Xalq ichidan tanlanib chiqqan xil kishining nima deganligini angla. Kishilik qilganga kishilik bilan javob ber. Kishiligiga loyiq odil javob yondir. Vafoga vafo qilish kishilikning burchi. Vafo qilib odam bo'l, nomingni ulg'ayt. Ali uni kundan kunga qadrladi. Uning nomi va danqi butun elga taraldi. Nom nishoni xalq ichida yuqori bo'ldi. Yaxshi duolar bilan jahonga danq ketdi. Do'st birodarlar orasida ulug' bo'ldi. Baglar orasidami shuhrati ko'tarildi. So'z harakati kamtar, mijozi muloyim bo'ldi. Hamma bilan ap bo'lib, kun va oylar o'tdi. O'zini kichik bir el tutdi. So'zi shirin bo'ldi. Xalqning ishteshini isitdi. Ko'p do'st birodar og'ini tutdi. Bilginki do'st birodar odam uchun yo'lanchikdir. Kimning do'st birodari qo'ldishi ko'p bo'lsa, uning orqa tiriki mustahkam, qiyodek bo'ladi. Kimning orqa tiriki bo'lsa, u kuchlik bo'ladi. Kuchlik kishi baxtiga asos solalaydi.
Muloyim kamtar bo'lish baxt uchun qandoq yaxshi narsa, ha? Olim muloyim bo'lsa, nima degan ko'rkam ish bo'ladi? Aqlli kishi bakmi yaxshi aytgan. Kim aqlliqning so'zini asli tutsa, ishi yurishidi. Davlat kelib kim bilan yarashsa, kichik pe'illik bilan ko'nglini kamtar tutsin. Davlat kelib kishiga kulib baqsa, uni kichik pe'illik bilan mustahkamlash lozim. Baxt asli tegi taxtidan ko'shmanning etidek narsa. Uni tutib turg'ichi yiltiz kamtarlikdir. Kichik pe'il kamtar kishi nima degan yaxshi, nima degan go'zal bo'ladi, ha? Doim ishi yurishidi. Takabbur, mag'rurlanadigan maqtanchoq kishi tetiqsiz bo'ladi. Takabbur kishining e'tibori kundan kunga to'vallaydi. Baxt yuzlansa hammaga yarashidi. Ammo aqlli kishiga bakmi chiroyli yarashidi. Buningga o'xshaydigan bu beytni o'qi. Ey qo'li ochiq sehi o'qib yaxshi tushan. Davlat bilimsizga kelib yarashqin ekan, bilimlikni texmi obdan ko'rib bakmi yarashidi. Davlat bilimsiz bilan turgan ekan, bilimlikka texmi mustahkam bog'lanib turadi. Bilimsiz davlat bilan yuksalgan yerda, bilimlik nom shuhrati bilan texmi yuksakroq bo'ladi. Bilimsizga davlat baxt keladigan bo'lsa-mu, ishonki, bu davlat uning bilan turolmaydi. Mana bu so'zga shohid bo'lib bir so'z keldi. Ey tuz ko'ngil, buni o'qigin. Kishiga baxt keladi va uni qadrli qiladi. To'g'ri ish harakat qilsa, bu qadr qimmat uningga singadi. Bo'limsizga davlat baxt kelgan bo'lsa-mu, u davlatni ishtirib bir kunmi turg'izmaydi. Ali bu o'gdilmishni sinadi. Barliq ishini to'g'rilik bilan bejirginini ko'rdi. Ba'zida qadrladi, yuqori ko'tirdi. Ba'zida yomon muomala bilan xo'rladi. Qadrlangan vaqtida kishilarni ranjitmadi. Xo'rliq ko'ginida xizmatni to'xtatmadi. Aliga chin ko'nglidan bog'lanib qolqon bo'ldi. Uning xazina dunyosini yaxshi boshqurdi. Bo'yniga egri bir omonat yukladi. Omonatni zimmasiga olgan kishiga jinim pida. O'gdilmish noiti to'g'riliq bilan ish yurgizdi. Ali uni kundan kunga o'ziga yaqin tutdi. Hamma ishni ayrim ochiq o'z o'rnida qildi. Borliqining hisobini qilib yezib bordi. Mol dunyosini kuzatdi, o'zini himoya qildi. Xizmat qildi, xizmatdan qilchilik bosh tortmadi. Yeshi ulg'aygan, hayotda kam uchraydigan to'g'ri chin insonning nima deganligini angla. Kishilar uchun oltin kumush qadrlik narsa. O'zini tutalagan odam kumushdan aziz. Kumushga berilmagan to'g'ri inson baxtli holda chin haqiqiy dunyoga erishadi. Bilimlik o'z bilimi bilan bundoq ta'lim beradi. To'g'ri, chin kishi bo'lsa, uni ko'zingiz turtkin. Qarag'in. Aql buningdanmi yaxshiroq aytadi. Sodiq kishi uchun jon bersang ortiq ketmaydi. To'g'rilik deb aytishidi. U to'g'rilik qaysi? U omonatga xiyonat qilmoqchidir. Kishilar ishida komil erkak kim? Mijozi to'g'ri bo'lsa, uni komil er desa bo'ladi. Kishilar ishida maqtashga loyiqlar kim? Mard sexi maqtaladi, bexil so'kiladi. Odam bolasini bechora deyishga to'g'ri keladi. Kun bo'yi dunyo yig'idi, yeyishga nisib bo'lmaydi. Ba'zisi tinmay yugurib dunyo kezadi. Ba'zisi jinini tikib dengizga kiradi. Ba'zisi tog' qizib qiyolot to'viga boradi. Ba'zilari yarg'ulashlab yalang'oyoq yuguradi. Ba'zisi dovon eshib daryolar kechadi. Yana ba'zilari yer qizib quduqdan suv ichadi. Ba'zisi janglarda qilich palti yeb halok bo'ladi. Ba'zisi qal'a turalarda ishlab qiriydi. Ba'zisi o'g'ri, aldamchi, qaroqchi, hiylagar,
ba'zisi bosmichi, qotil, qirg'inchi bo'ladi. Bu mushaqqatlarning hammasi nafsi kiyim kechki uchundir. Mal dunyo to'playdi-yu, yemaydi, o'lganda pushaymon qiladi. Bular hammasi bilimsiz kishilarning ishidir. Bilimsiz kishilar tamoman hayvonga o'xshaydi. Xudoga ishongan bilimli kishi erishgan narsalarni yeb ichidi, yig'maydi. Hayot va jonliqlarni kuzatgan aqlliq vazmin kishi nima deydi? Angla. Mayli yot, mayli dunyo kezib yugur, qismatingda nima bo'lsa, sana shu tegadi. Ey olim dona, diling va tilingni to'g'ri tut. Sening yemak ichmaking o'ksib qolmaydi. Boylik va dunyoning yaxshi ne'matlarini tilasang, uniga to'g'rilik bilan erishalaysan. Yana bir dunyoga erishay desang, uni chin va to'g'rilik bilan qo'lga keltir. To'g'rilik bilan jahon tutgan va aqli yetilgan kishi nihoyat yaxshi aytgan. Bu dunyoda o'zingga boylik tilamoqchi bo'lsang, to'g'ri odam bo'l, to'g'ri so'z qil. Yana bir dunyoga erishay desang, o'zingni, diling va tilingni to'g'ri tut. Ey Ali, sapsal. Kishilar to'g'ri harakat qilsa, ularning kuni qandoq go'zal o'tadi, ha? To'g'rilik va chinlikni o'zingga hamroh qil. Har qanday ishni odamgarchilik bilan ishla. Baxt o'gdilmishni kun siri yuqori ko'tardi. Xalqqa nasihat qildi va kishilarning so'zini angladi. Aligmu uni har turli ishlarda sinadi. Farosat bilan ko'zatdi va to'g'ri durust deb tanidi. Ali o'gdilmishni sodiq, samimiy deb tanidi. Uning barliq ishlarini shubhasiz to'g'ri deb bildi. Endi olim dononing nima deganligini angla. Ey bilimsiz, buni o'qib, endi bo'yin ey. Baglar qullarni ko'zitib berishi lozim. Qulning tigi tahtini sinab xizmatga selish kerak. Agar quli bakka yaramliq bo'lib ko'rinsa, ondan uningga qadr-qimmat yo'lini echish kerak. Ish degandek bo'lsa, xizmatchi yuksaladi. Xizmatchi yuksalsa, bagning nomi ulug' bo'ladi. Barliq ishqa bilimi va aqli yetadigan yog'mi begi bakmi yaxshi aytadi. Ey bag, ishingni ish biladiganga ba. Yaramliq, to'g'ri, durust yurgichiga ba. Qaysi bag yaramsizga ish tutquzsa, bu yaramaslikni boshqasi emas, o'zi qilgan bo'ladi. Xudo kimga baxt berib yuqori ko'tarmoqchi bo'lsa, uningga yaramliq, ishonchlik xizmatchi ato qiladi. Agar ko'tirganni yana tushirmoqchi bo'lsa, uningga bekor kun o'tkazadigan xizmatchi beradi. U bilimsiz ish yurgizsa, qo'pollik bilan yurgizadi. Hamma ishlar buzilib, osmonni tutun qoplaydi. Ali o'gdilmishni qadrladi va uningga ishondi, barliq ishlarini uningga tutqizdi. Uni butun mamlakatga hokim qildi. Uning qo'li uzun, so'zi oqadigan bo'ldi. Uningga unvon berdi, tomga tutqizdi. Ot, yasadoq egar to'qim to'n berdi. Uni bakma qadrladi, zo'r baxtga erishdi. Nurg'un yaxshi yo'l yo'ruq va obdan so'zlar bilan Ali uningga marhamat ko'rsatdi, o'ziga yaqin tutdi. Ordadagi lashkar mulozimlarning cho'ng kichiki bo'lsin, jon pido qilishga tayyor turdi. Xizmatkorlarning hammasi uningga ko'rinib turdi. Xizmat ko'rsatdi va hadiyalar taqdim qildi. O'gdilmish yaxshi qonunlarni turg'izdi. Barliq odamlarini o'ziga yarasha qadrladi. Xalq ustidan barliq zulm, zo'rlikni tashladi. Bo'mmug'ir ishlardanmi o'zini xoli qildi. Qonunlar tuzildi, mamlakat o'ngshaldi. Alning uli mustahkamlanib, Ali farog'atga yetishdi. Uni so'ygichilar ko'paydi. Uni so'ymigichi dushmanlar alni tashlab qochdi. Ularning to'zini besildi. Ali tashvishdan qutuldi.
aram va xushalliqqa yetishdi. Turmuşda rahatlanib, lazzatga erishdi. Bundaq foydaliq ishlar bilimdan keladi. Farosat va bilim yaxshi xuluqlardan keladi. Farosatli kishini maqtamay bo'lamdi. Farosatsizning ishini sökmay bo'lamdi. Farosatli kishilarning hamma ishi o'lgulik bo'ladi. Bilimsizlar hamma ishni kas-kammas qiladi. Aql farosatli kishiga baxt xo'p yarashadi. Ey yaxshi xuluqliq, bilimlikka ishon. Elib begi nima deydi, so'zini angla. Bu so'zning ma'nosi so'zingga asos bo'ladi. Bilimsizga davlat baxt keladigan bo'lsa, barcha xalq buziladi, elga jut ofat keladi. Agar baglik aql farosatlik bir kishiga tegsa, el rohat farog'atga yetishadi. Bu so'zga ishon. Ali huzur topdi, kuni porladi. Xudoga shukr qilib, hamd sano o'qidi. Ko'zini ko'kka tikib, qo'lini ko'tirdi va dedi: "Ey egam, bilim berguchisan. Bilim berding va elga hokim qilding. Adolatdan ayrima, ko'nglimga quvvat ber. Puhralarimning eg'ir yukini ko'tirish, hamma yaxshiliklarni qilish uchun senga madad beralaysan." Ali kambag'allarga ko'p mol dunyo tarqatdi. Hamma ishda dilini Xudoga bog'ladi. Kunlar, oylar mo'shundoq xushallik ichida o'tdi. Eldiki barliq avam tugal boy bo'ldi. Qara, sarxil kishilar mo'shundoq bo'ladi. Est, bundoq kishilarmi o'ladi? Adil, to'g'ri bakka ega bo'lgan xalq baxtlidir. Xalqi baxtlik bo'lgan bagmu saodatlikdir. Yomonlarmi, yaxshilarmi o'lsa, tuproqqa aylanadi. Garchi tuproqqa aylansimi, nomi qoladi. Alining o'gdilmishki suoli. Ali bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib, o'gdilmishni chaqirdi va munu so'zlarni dedi. Aytdiki: "Ey o'gdilmish, endi menga qara. Atangning ajrini sen tehi tushunmading. Atang o'lganda sen kichik o'g'il eding. Kichiklarga mang'ar yo'lni cho'nglar ko'rsatdi. Atang sana bilim, fazilat o'rgatanmadi. Mendinmi hech yordam tegmadi. Bu fazilatlar sana qandoq to'plandi? Qani sen buni menga aytib ber." O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib aytdi: "Ali uzoq yashag'ay, qudrat tepib hukm surgay. Xudo kimga inoyat ato qilsa, u tilikiga yetib nom shuhratlik bo'ladi." Beshidan ko'p ishlar kechirgan oqsoqol buningga taqlidan turkcha bir masal aytgan. Kishi Xudoning shafqati bilan yuksaladi. Tilikiga yetib kundan kunga ishi yurishidi. Xudo berganni yer bilan osmon birlashib o'chakasimi, xalq kuch qosimi tortib ololmaydi. Hamma ishqa Xudo yor yulak bo'lsalar, kishi ondan o'z tilikiga erishalaydi. Ey Ali, yana otining olqishi o'g'ilga tegsa, uningga shodlik hamroh bo'ladi. Otam yaxshi duo qilgan edi. Shu duo bilan o'rlab bu yerga yetishdim. Qudratlik egam Aligni sabab qildi. Shunga bilim fazilatdan xoli qolmadim. Ali qo'l silib meni tarbiyaladi. Falak o'ngdan kelib meni o'rlatdi. Baglar kulib qarab, kimga e'tibor bersa, u tilagan orzularining hammasi hal bo'ladi. Kishining ko'ngli bog'. Uni yashartquchi suv baglarning so'zi bilan yaxshi nasihatidir. Qaysi boqqa o'ksimay suv kirib tursa, uningda tumanning xushpuroqliq gul chechak echiladi. Bagning yorliqi va yaxshi so'zlari bo'lsa, qulning ko'ngli o'sib, chiroyi echiladi.
agar yaxshi so'zi va yorliqi bo'lmasa, bilginki yashargan chechaklarmi tezli quriydi. Qul doim Xudoning rahmatini tilashi kerak. Xudoning rahmati bo'lsa, uningga davlat eshigi ochiladi. Buningga taqlidan shoir bu so'zni aytdiki, ey yaxshi kishi, buni tushangin. Xudo rahmati bilan qulini qadrlaydi. Bilimning eshigi ochilib, yo'lini o'ngshaydi. Bilim bilsa, kundan kunga kuni qutlug' bo'ladi. Qanchalik kichik bo'lsa-mu, ulug'liq martabasiga erishadi. Aligning o'gdilmishga savoli. Alig yana aytdi: "Ey o'gdilmish, bilim bilguchilar uningga qandoq erishidi? Kishi o'ginib dono bo'lamdi yoki tabiati bilan qo'shilib yorilamdi?" O'gdilmishning Aligga javobi. O'gdilmish so'z ichib javob berdi. Dediki, "Men bu so'zga asos topay. Xudo yaratishda uningga aql va qalb bergan bo'lsa, o'g'lon bilim uchun dasmoyiga ega bo'ladi. Kundan kunga o'sib aqli to'shadi. Nimani xolisi o'ginib biladi. Bilimga yetishib keyin dono bo'ladi. Bu bilimi bilan alga foydasi tegadi. Yaratgan vaqtida idrok, ya'ni farosat bermasa, keyinmi undaq kishi tilakka yetanmaydi. Yana bir sabab shuki, o'g'lon bilim talab qilsa, kichikidinla bilimga qo'l uzatishi kerak. O'g'lon kichik vaqtidala bilim o'rgansa, cho'ng bo'lgandan keyin tilikiga yetalaydi. Bilim, fazilat, yaxshi xulq va qiliqni kishi o'rganib, ondan yurish turishi tuziladi. Bilim yoki hunar fazilatni kishi o'rganadi. İdrak bo'lsa, asli tabiatidan bo'ladi. Buningga taqlidan turkcha bir masal bor. Uni sen o'qi, o'zingga foyda ol. Kishi o'rgansa, bilimi ko'plab oshadi. Qancha o'rganib tushangani bilan u idroklik bo'lolmaydi. Aql idrokni Xudo yaratishdan beradi. Tabiatidan kirganning o'ziga yarasha belgisi bo'ladi. Aniqki, idrok Xudo tarafidan ato qilingan. İdrok bilan kishi minglarcha yaxshi nasibiga ega bo'ladi. İdroklik kishi hamma kishidan ulug'dir. İdrok kishi uchun ming xil fazilatning boshlanishidir. İdroksiz kishini odam demaslik kerak. U qanchalik so'zlasimi, uningga ishonmaslik kerak. Aligning o'gdilmishga savoli. Yana Alig aytdi: "Bu so'zlarni angladim. So'raydigan yana bir so'zim bor. İdrok bilan bilimni boshqa ayırding. So'zingning ma'nosi qandoq? Buni aytqin. İdrok nima? Uning o'rni qayerda? U qayerdan chiqib, qayerga boradi?" O'gdilmishning Aligga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "İdrok kishi uchun aziz va qimmatli narsadir. İdrokning o'rni ustunki mingida bo'ladi. U qadrlik narsa bo'lganligi uchun o'rni boshda bo'ladi. İdrok kishi uchun bir kishandurki, adolat va to'g'ri ishdan neri ketkizmaydi. Bilginki, mehribon Xudo o'zi tanlagan bandasining qiliqi bilan tilini idrok orqali kishanladi. İdroksiz o'likdir. İdroklik tirik. İdrok erni ana shundoq muvofiq ayriydi. Odam go'yo tundek qorong'u uy bo'lsa, idrok uni yo'ritqicha mash'aldir. Barliq yaxshiliklar idrokdan keladi. Bilim bilan yuksilib mashhur bo'ladi. Bu ikkisi bilan inson ulug' bo'ladi. Bu ikkisi adolat yo'lini ochadi. Kishi bilimi bilanla hayvondan farqlanadi. Bilimdanmi yuksakroq yana nima bor? Qara, aql buningga taqlid qilib so'zladiki, idrokni ishlatsa,
paydası nahayet köptür. Adam bilen hayvanı bilim ayrıdı. Bilim bilen insanın kolu uzun boldu. Yür, hayvan bulma, bilim bil. Bilim ve idrak bilen sözlerini ravan kıl. Alig'nin ögdülmüşki suali. Alig yeni dedi. Yeni bir sözüm şu ki, bunu sana eytay, ey huşçıray. Mana emdi idrakning suretini tasvirlab be. Uning ma'nisi ve namı qandaq boludu? Yüzü, körki, huy peyli qandaq. Yeşi, derecesi, boy turqi, şatlıqı nima?